Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ma'rifatan ta'rif birinchi variant 6-savolni tahlil qilib boshlaymiz. Demak, 6-savol. Qaysi qatorda o'zaro ion bog' hosil qiluvchi, ya'ni o'zaro bir-biri bilan bog'langan ion bog' hosil qiluvchi elementlarning elektron konfiguratsiyalari berilgan ekan. Birinchi o'rinda ion bog' nima? Ion bog' o'zaro qarama-qarshi zaryadli ionlarning, ya'ni musbat hamda manfiy zaryadga ega bo'lgan ionlarning elektrostatik tortishuv kuchi hisobiga hosil bo'ladigan bog'lanishga biz ion bog' deymiz. Ion bog'lar odatda metall va metall emaslar orasida yuzaga keladi hamda elektromanfiyliklar farqi bir-biridan keskin farq qiladi. Demak, topishimiz kerak bo'lgan elementlarni yozamiz. A javobda 1s1 berilibdi. Bu bir dona elektroni bor degani vodorod bu. Vodorod elementi. Endi ikkinchi elementimiz qaysi ekan? Ikkinchi elementimiz 1s2, 2s2, 2p6. P4 ekan, uzr. P4 bu 8 ta elektroni bor degani bu kislorod elementidir. Endi kislorod bilan vodorod bir necha xil birikmalari bor. Ulardan eng ko'p tarqalgani biz bilamiz suv yoki vodorod peroksid. Qaysi birligining ahamiyati yo'q, lekin vodorod bilan kislorod orasidagi quyidagi bog'da kislorodning nisbiy elektron manfiyligi va vodorodning nisbiy elektron manfiyligi bir-biridan keskin farq qilmaydi. Bu qutbli kovalent bog'lanishga kiradi. Ion bog'iga kirmaydi. Chunki ikkita sharti bor. Birinchi, metall va metall emas bo'lishi kerak. Elektron manfiyligi bir-biridan keskin farq qilishi kerak. Bizda ikkita metall emas bo'lib qoldi. Endi B javobni hal qilishni boshlaymiz. B javobda 1s2, 2s2, 2p4. Xo'p, bu ham kislorod elementi. Hamda 3s1 berilyapti. Ya'ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bu bizda elektronlar soni 10 bitta ekan, bu natriy elementidir. Natriy element. Demak, kislorod bilan natriy holatda birikma hosil qiladi. Xo'p, bu bittasi metall, bittasi metall emas. Metall va metall emas orasida yuzaga kelyapti. Xo'p, bu manfiy ion, bu musbat ion. Xo'p, demak, ikkala qoidaga ham javob beryapti. Demak, javobimiz B javob bo'ladi. Xo'p, endi biroz S javobni ham tahlil qilamiz. Demak, S javob. Javob chiqqandan keyin boshqa javoblarni tahlil qilishimizning ahamiyati, birinchi o'rinda o'zimiz javobimizni 100% to'g'riligiga bilamiz, lekin uni tekshirib qo'yamiz. Ikkinchi o'rinda mabodo agar yana bitta to'g'ri javob chiqib qolsa, ishlayotganda bu ko'pincha o'quvchilarga tegishli. Yana ishlayotganda mabodo shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. Ikkita to'g'ri javob bo'lib qoladigan bo'lsa, oldingi savolimizda yo qaysidir xato qilganmiz yoki hozirgi ishlayotganimizda aniq qaysidir qismda xato qilganmiz. Shuning uchun tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Demak, 4s2 dan boshlanadi. Demak, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3ds yo'q, chunki oldin 4s2 to'ladi, keyin 3d to'ladi. Xo'p, endi keyingisi 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, hop, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 ekan. Hop, bu elementimiz 10 ta elektron va 20 ta elektron, 20 ta elektron bor elementimiz bu kalsiy. Bu elementimiz 10 ta, hop, 20 ta, 22 ta, 29 ta, 29 ta elementimiz bu mis. Mis va kalsiy deyarli birikma hosil qilmaydi bular. Shuning uchun bizda to'g'ri javobimiz B javob. Shu javobni tanlaymiz. Buni o'ylab qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.